Assalomu alaykum, omadli bozor 5 obunachilarga men sizlarga sigirni zo'rini gullataylarni olib berdim mana sizlarga. Dehqonni kelamiz aka. Bolam 3 oylikda. Sal 1 yilda kelib umriga ziyorat qilib kelasizlar xudo xolasa. Enasi 8 ta beradi. Bolasi novvos bo'lib qoldi xullas. Yoniga kirib yeyapti xullas. Janob, qaranglar. O'ziga yarashgan sekan tuyoq ekan. Men bitta gul bo'g'ozimiz bor. Pul arzon. Bu boqilishda dumbasi og'ribdi akalar, buni qaranglar. 7 oylik to'ldi akalar, yaqin qoldi. 25 kunda tug'adi akalar. Janovorni qaranglar. Dumbasi og'ribdi akalar. O'ziga mashalloh deb kommentariyani bosasizlar akalar endi. Sizlardan like shoxlarni qaranglar, yarashib turgan. Ajjoning sog' bo'lsin. Mana qaranglar akalar. So'shkalari ham o'ziga yarashgan so'shkalar. Bu oyoqlari ham istagan tuyo. Qaranglar akalar. Bu akalar devorda turishini necha akalar. Otni qaranglar, otni janovorni. Otni qaranglar akalar, nima deyapti biyamiz. Uni ham ko'rsataman akalar. Aytda zagonda bir marta mana shunda qo'ydi akalar. Zagonda maza qilib yuribdi. Zagonlar ham bo'lsalar akalar olinglar. Maza qilib sutni ham gullatadi, qo'lga sig'aydi ham akalar. Janovorim. Qaranglar akalar. Bolasiga necha bolasi novvos akalar kamiga. Janovorga bittadan like bosmasalar ham bo'lmaydi aytishkili akalar. Bittadan like bosib qo'yinglar obuna bo'ling. Hozir akalar otni ko'rsataman, ammo ot sotilmaydi. Prosta obunachilarimga ko'rsatib beraman. Mana akalar. Bu g'oz ekan akalar. Bu sotilmas ekan, boqishga olgan ekanlar. Oyoqlari ham sekan tuyoqdan o'rdi. Mana bu yerda tugatamiz videoni. Like bilan obuna bo'lishni unutmang. Paka.